Namoz. Namoz Alloh bizga buyurgan ibodatdir. Namoz bu Allohga duo qilish, undan madad so'rash va gunohlarimizni kechirishini so'rash uchun berilgan imkoniyatdir. Namoz Allohga yaqinlashish uchun vositadir. Namoz Allohning bergan ne'matlariga shukrona keltirish demakdir. Namoz Me'roj kechasida farz qilingandir. Namoz Qur'oni Karimda salot sifatida keltirilgan. Yur, namoz o'qiymiz. Kunda 5 vaqt namoz o'qigan kishi Allohni eslaydi va har doim o'zini uning huzuridagidek his qiladi. Bu esa u insonning aqlida yomon tushunchalarning avj olishiga imkon qoldirmaydi. Aksincha, barcha yomonliklardan xalos bo'lishiga yordam beradi. Zero dunyoda ko'rib turganimiz har bir yomonlikning boshi Allohni unutish va Allohga taqvoni tark etishdan kelib chiqadi. Bu dunyoda insonga Allohni unuttiradigan, g'aflatda qoldiradigan narsalar juda ko'p. Inson zoti yaratilgandan beri kecha-yu kunduz dunyo ishlari bilan band. Bunday dunyo bilan mashg'ul insonga albatta har doim Allohni eslatib turadigan nimadir bo'lishi lozim. Bunday narsa bo'lmasa, inson ham Allohni unutadi, ham qalbida Allohga nisbatan taqvo bo'lmaydi. U Allohni unutib qo'yganida nafaqat o'z nafsi, huzur halovati va manfaatini o'ylaydigan xudbinga aylanadi, balki boshqalarga adolat ham ko'rsata olmaydi. Insonlar shu ahvolga kelib qolsa, hech qanday qonun, hatto politsiya ham unga ta'sir o'tkaza olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo insoniyatning qalbiga bir qo'riqchi qo'yib qo'ydi. U har doim Allohni eslatib, insonni yomon ishlardan tiyib turadi. Bu qo'riqchi namozdir. Namozni qoyim qiling, zakotni bering. O'zingiz uchun nimaiki yaxshilik taqdim qilsangiz, uni Allohning huzurida topasiz. Albatta Alloh nima amal qilayotganingizni ko'rib turuvchidir. Namoz o'qishni o'rganish uchun ba'zi qoidalar bor. Dinimizda ular namozning farzlari deyiladi. Nima uchun namoz o'qiymiz? Allohning bizga bergan ne'matlariga shukrona qilish uchun. Alloh bizga buyurgani uchun, ya'ni namoz o'qish farz ibodati bo'lgani uchun o'qiymiz. Alloh oldida bandaligimizni namoyon qilish uchun o'qiymiz. Namozning foydalari. Namoz Allohni eng chiroyli tarzda eslashga undaydi. Namoz bizga hamma narsadan ham ko'proq yaxshi ko'rganimiz Allohni eslatadi. Uning ismini zikr qilish horg'in ruhimizga yengillik beradi, qalbimizni shodlantiradi. Namoz o'qish insonga Allohni zikr qilish bilan birga o'zini va gunohlarini eslatadi. Behuda yaratilmaganini, qilgan ishlari albatta hisob-kitob qilinishini yodga soladi. Allohni zikr qilishning eng go'zal yo'li namoz o'qishdir. Namoz atrofimizdagilar bilan hamjihatlikda yashashga o'rgatadi va bizga kuch beradi. Namozni bir o'zimiz yoki jamoa bilan ham o'qishimiz mumkin. Jamoa bo'lib o'qilgan namoz insonlar orasidagi ahillik va inoqlikni yuzaga keltiradi. Birodarlik va do'stlik tuyg'ularimizni mustahkamlaydi. Namoz bizni gunohlardan poklaydi. Namoz o'qiyotgan kishi Allohning huzurida turishi ma'lum. Biror gunoh qilganimizda namoz o'qishimiz va yana qayta Allohning huzuriga borishimizni o'ylab, uning har nafasda bizni kuzatib turishini bilgan holda so'z va harakatlarimizga yanada e'tiborli bo'lamiz. Shu tarzda qalbimizni va aqlimizni yomon tuyg'ulardan, qo'limiz, tilimiz va boshqa a'zolarimizni ham yomon ishlardan poklagan bo'lamiz. Namoz vaqtdan unumli foydalanishga o'rgatadi. Namozning ma'lum vaqtlarda o'qilishi
bizni intizomli hayot tarziga moslab boradi. Umrning o'tkinchi ekanini eslatib, vaqtdan unumli foydalanishni o'rgatadi. Namoz tozalikka odatlantiradi. Namoz o'qish uchun tahorat olayotganimizda kundalik hayotimizda kirlanadigan a'zolarimizni poklagan bo'lamiz. Tanamiz, kiyimlarimiz va namoz o'qiydigan joyimizning tozaligiga e'tibor qaratamiz. Har kuni bir necha marta tahorat olamiz, qo'llarimiz, yuzimiz va oyoqlarimizni yuvamiz. Shu tarzda tozalikka odatlanamiz. Namozdan oldin qilingan tahorat tanamizni tozalasa, namozning o'zi qalblarimizni yomonliklardan tozalaydi. Namozning farzlari. Namozning 12 ta farzi bor. Bu 12 ta farzdan 6 tasi namoz boshlanmasidan oldin bajarilishi kerak. Bu namozning shartlaridir. Qolgan 6 tasi esa namoz boshlangandan keyin namozning ichida bajariladi. Bular namozning rukunlari deyiladi. Namozdan tashqarida bo'lgan shartlar. Tahorat qilish. Tahorat yoki g'usl qilib namozga tayyorlanish kerak. Najosatdan poklanish. Namoz o'qiydigan joyga va egnimizga har qanday najas, ifloslik tekkan bo'lsa, uni tozalab, so'ng namoz o'qish kerak. Avratni berkitish. Tanamizning ko'rinishi mumkin bo'lmagan avrat joylarimizni berkitish. Erkaklarda tizzadan kindikkacha bo'lgan joy, ayollarda esa qo'l kaftlari, yuz hamda oyoq panjalaridan tashqari barcha avratlar berkilishi kerak. Qiblaga yuzlanish. Ka'ba tomonga yuzlanib turish kerak. Namozning vaqti. Namozni o'z vaqtida o'qish. Niyat. Vaqti kirgan namozni o'qishni niyat qilish kerak. Namoz o'qish niyatini qalbdan qilish farz, til bilan aytish esa sunnatdir. Namozning rukunlari. Iftitoh takbiri. Namozni Allohu akbar deya boshlash. Iftitoh ochish, ochmoq deganidir. Biz uni namozni boshlash takbiri deymiz. Qiyom. Namozda tik turish demakdir. Qiroat. Namozda Fotiha surasi bilan birga Qur'ondan oyatlar o'qish. Ruku. Qo'llarimizni tizzalarimiz ustiga qo'yib, orqa gardanni tekis tutgan holda egilishdir. Sujud, ya'ni sajdalar. Tizzalarni, qo'l va oyoqlarni, peshona va burunni yerga tekkizib sajda qilishdir. Qa'dai oxir. Namoz oxirida at-tahiyyatuni o'qiguncha o'tirish. Namozni buzadigan amallar qaysilar? Namozda gapirish, namoz vaqtida biror narsa yeb ichish, namozda ovoz chiqarib kulish. Namoz paytida baland ovozda kulish namoz bilan birgalikda tahoratni ham buzadi. Yo'nalishni qibladan boshqa tomonga o'zgartirish. Dunyo bilan bog'liq biror ishni eslab ovoz chiqarib yig'lash. Yo'tal kelmay turib o'zini majburan yo'taltirish, bo'g'izni xirillatish. Oyatni xato o'qib ma'nosini buzish. Imomga iqtido qilgan kishining namozning biror ruknini imomdan oldin bajarib tamomlashi. Masalan, imomdan oldin rukuga borib, yana imomdan oldin rukudan qad rostlashi kabi amallar. Bunday qilgan kishining namozi buzilgan bo'ladi. Namoz paytida tahoratning sinishi. Namozda uxlab qolish. Namozning odoblari. Namozda vujud ham, ruh ham tavoze va huzur ichida bo'lishi lozim. Liboslarning pokligi va risolada bo'lishiga ahamiyat berish kerak. Iqomat paytida hayya alal falah deyilgandan keyin imom va jamoat namoz o'qish uchun oyoqqa turishi kerak.
Namozda nigohlar bir nuqtaga qadaladi. Tik turilganda sajda qilinadigan yerga qarab turiladi. Rukuda oyoqlarning ustiga qarab turiladi. Sajda paytida burun uchiga qaraladi. Qa'dada ko'ksimizga qarab turiladi. Salom berayotganda o'ng va chap yelkalarga qaraladi. Badan va kiyimga, joynamozdagi naqshlarga e'tibor qilib, u bilan mashg'ul bo'lish namozdagi xushu va huzuni buzadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozning eng maqbuli xushu ila o'qilganidir deb marhamat qilganlar. Namozga uyg'un bo'lmagan harakatlar. Ba'zi xatti-harakatlar namozni buzmasa ham, namoz vaqtida ularni qilmagan ma'qul. Namozda kiyim yoki tana a'zolaridan birini o'ynab o'tirish, tahorat buziladigan vaziyatda hojatga borgisi kelib turganda namoz o'qishni boshlash, oldingizga ishtaha ochuvchi taom keltirilganda namoz o'qishga turish, namozda barmoqlarni qirsillatish va bir-biriga chalishtirish, namozda esnash, kerishish, bo'ynini cho'zib o'ng yoki chap tomonga qarash, namozda ishora bilan birovning salomiga alik olish, oldingi qatorda joy bo'lsa ham namozda orqa qatorga turib olish. Sajdai sahv, ya'ni xato sabab qilinadigan sajda. Namozda unutib yoki adashib biron xatoga yo'l qo'ysak, bu kamchilikni tuzatish uchun namoz oxirida sahv sajdasi qilinadi. Masalan, namozning nechanchi rakatiga kelganimizni unutib qo'ysak, esimizda qolgan joyidan uni o'qib tugatib, oxirida sahv sajdasi qilamiz. Sajdai sahv qanday qilinadi? Oxirgi o'tirishda at-tahiyyatu duosi o'qilgach, salom berib, ortidan darhol Allohu akbar deya 2 marta sajda qilamiz. Ikkinchi sajdadan so'ng o'tirib, boshqatdan at-tahiyyatuni, duolarni o'qib, oxirida salom beramiz. Shu tarzda sajdai sahvni bajargan bo'lamiz. Besh vaqt namozning rakatlari. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Peshin namozi 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Asr namozi 4 rakat farz. Shom namozi 3 rakat farz, 2 rakat sunnat. Xufton namozi 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Xufton namozining 2 rakat sunnatidan so'ng 3 rakat vitr namozi o'qiladi. Bu namozni o'qish vojibdir.